Assalamu alaykum aziz turdashlar, har bir vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men Jungo Shinjang Sabilanzish Atatining qurg'uvchisi Olim Anvar Bo'rondan hammanglarga o'tib salom. Mushu yaqinda to'g'rilarimiz tarqalgan tilamchi qiz, ya'ni men o'zim bevositani qilgan shu tilamchi qizninki qisqa videosi nihoyatda g'ulg'ul qo'zg'ab ketdi. Undan boshqa mushu videoga nisbatan o'zining iç ağırtışını, o'zining odamiyligini, shularni qo'llab-quvvatlaydiganligidan iborat harakatlar orqali bir qancha ko'plagan videolar tarqalgan bo'ldi. Endi biz Jungo Shinjang Sabilanzish Atati nomidan xalqimizga tuvandagi bir qancha so'zlarni aytmoqchi azizlar. Tinglab qo'yishingizni chin dilimiz umid qilamiz. Birinchisi, jamiyatimiz shunchalik taraqqiy qildi. Mushu taraqqiy qilgan mushu jamiyatda tilamchilar shuncha oson hech qanday to'salg'usiz holatda bizning aramizga sinib kirdi. Ular zaten nima uchun bizning aramizga shuncha sinib kirdi? Bizning qalbimizni dard ko'p bo'lganligi uchunmi? yoki bo'lmasa bizni sanoqsiz og'riqlarni ko'p bo'lishimi? Bundaq bir haqiqatni unutib qolmaylik. Biz bir tilamchiga pul berdik. Shu tilamchininki duosi orqali bizning og'riqimiz, bizning beshimiz kelgan bala qazalar yo'q bo'ladigan bo'lsa, shu tilamchi o'ziga duo tilovat qilish orqali o'ziga shu g'urbatchilikni, o'ziga shu naschilikni hamini yo'q qilgan bo'ladi. Ammo biz buni o'ylashmayapmiz. Aksicha biz o'zimizning hissiy aqli orqali intayin oddiy bo'lgan ibtidoiy qalbimiz orqali shu tilamchilarga pul berish orqali o'zimizning beshiga kelgan bala qazalarni yo'q qilmoqchi bo'lyapmiz. Amaliyotda bu bizdagi qo'llash va quvvatlash bo'lib kelyapti. Biz tilamchilarni qo'llayapmiz. Hattoki mush tilamchining ishi chiqqandan keyin nurg'unlagan ba'zi bir odam izlash atroflarimi maxsus mushningda tema qilib turib bizga hujum o'tyapti. Unda biz tilamchini zot qachongacha qo'llamoqchi? 22-asr, 23-asr, 24-asr, hatto 25-asrgacha qo'llamoqchimi? Mening cho'g'anda tilamchilarga xotim beradigan kunlar keldi azizlar. Nima uchun da'vatamsizlar? Nihoyatim oddiy. Hozir bir qism odamlarimiz yattazay saqolatda bolalarni bozorga silib tilamchilik qilyapti. Bir qism odamlar o'zlarining ota-onasini, opasini, dadasini ko'chaga chiqib tilamchilik qilyapti. Eng oddiy misol G'uljida bir meyit dadimiz bor. Shu meyit dadimizni yattazay saqo'gan bir xonim 3 chaqliq motoga o'tag'izib atdigan soat 6 da Xansvodiga akab qo'ysa, tilamchilik saludi, kes soat 7 da yoki 8 da akitdi. Bir farzand, bir ota-ona boqamda. Hozir bizning mushu xil qo'llash darajamiz bizda Uyg'urlarda yangi bir kasbni shakllantirish olib turyapti. Nima kasb bu? Tilamchilik kasbi. Biz bu tilamchilik kasbini mushu xil qo'llash orqali yuqori pallaga chiqarmoqchimiz. Endi bu yeng kasb deb qoldik. Hozir bizningki nurg'un odamlarimiz boshquruvchilarda jon beqish uchun bolalarini, farzandlarini mushu boshqa rayonlarga akilib, mishada tirikchilik bilan shug'ullanadi. Endi bir rayondan bir rayonga o'tkazgandan keyin bu farzandlarni o'qitish imkoniyati bo'lmaydi. Dal mana shunday o'qishsiz qolgan, savossiz qolgan farzandlarimiz mushu videolarni ko'rgandan keyin, mushu qo'llashlarni ko'rgandan keyin ularning kasblarga bo'lgan qiziqarligi tuvallaydi. Ularning o'qishga bo'lgan qiziqarligi tuvallaydi. Bu xil tuvallash o'zini o'tida ularda tilamchilik bo'lgan intilish, tilamchilik bo'lgan qizg'ilish, ya'ni mushu qiziqish tabiiyatda yuqori pallaga ko'tarildi. Shuning bilan biz jamiyatimizda bir turkum yangi bo'lgan, yetilayotgan tilamchi maysalarni paydo qilamiz. Bu xil tilamchi maysalari eng oxirgi navbatda razillashgan chog'da boshqalarning farzandlarini ijaraga olish, boshqalarning farzandlarini o'g'irlash, hatto o'g'irlash orqali ularning tutqunlarini chiqish, kichiraylarga kisata chiqish qatorli shakllar orqali tilamchilik samaydi deyilmaydi. Biz dedik hozir oddiy misolda bir farzand o'zining dadasini ko'chaga chiqib tilamchilik qilsa, unda bo'lsa bir qismlaringlar debsizlar. Xalqning xizmat o'rni bo'lmasa, tilamchilik qilmay nima ish qiladi, xalq buzuqchilik qilmabdi debsizlar.
jamiyatimizni nurg'unlagan meyip odamlar bor. Unda olsa meyip adamning hammasi jamiyatda o'rnim yo'q deb butkul odam tilamchilik qilish kerakmi? Meyiplar olimpik musobaqalar bo'layotdi. Ashlar musobaqalar qatnashmasam tilamchilik qilsamamdi. Bizning Jungo Şinjan sabiylandi izlash atrofidami nurg'un meyip a'zolarimiz bor, nurg'unlagan meyip hayotlarimiz bor. Hattoki ko'zi ko'maydigan nazoratchilarimizdan tatib bor. Har bir odamning dunyo qarshi o'xshashimg'ashqa, ularning tutgan yo'li o'xshashmaydigan o'xshaydi. Lekin meyiplik hargiz kerakda tilamchilik qilishningki bani so'qqanmisin. Barliq jamiyat kishilarimiz tilamchilikka uzul kesil qarshi turaylik. Chunki biz mushu yo'sinda yo'l qo'ydigan bo'lsak, esimizdan chiqib ketmasin, balkim buningdan keyin bizning farzandlarimiz xuddi boshqalarning yozmasi deb aytgandek, ya'ni bir qism atroflarningki shunday bir yozmalarni yozdi, odam izlash atroflarningki. Xizmat yo'q shu bolalarimiz biz qiyirgan chaqda bizni tilamchilikka silish mumkin. Biz mushning oldini olishimiz kerak. Bu hargiz kerakda tilamchilik qarshi turish yoki tilamchilikni yo'q qilish 1 yil, 2 yil yoki 5-10 yilda amalga oshirgan ish emas. Biz cho'qim hukumat organlarining qo'llashiga erishimiz. Biz cho'qim hukumat organlari bilan birlikda butkul mamlakatimizdagi tilamchilarni taltikus yo'qitamiz. Oxirida barlig'inglarga umid qiladiganim bo'lsa, tilamchilarni qo'llamaylik. Hammamiz tilamchilarni ko'rgan yerda ularning ahvolini so'raylik. Agar yolg'on tilamchi bo'lsa, biz ularga zarba beraylik. Chunki bizning yutib ketayotgan farzandlarimizning ko'p qismi dal mush tilamchilarniki qor niyatlarcha o'g'irlash orqali bo'lgan. Bu ahvolda bizda yangi o'g'an, ya'ni biz amaliy o'g'an misollarmi yo'q emas azizlar. Biz sizlarning qo'llab-quvvatlashinglarga muhtoj. Hargiz kerakda shu tilamchilarni qo'llash orqali biz yangi bir kasbning Uyg'ur jamiyatidagi azaldan biz qarshi turib kelayotgan bir tilamchilik kasbiningki shakllanishiga, paydo bo'lishiga, buq urishiga hargiz yo'l qo'ymaylik. Agar biz mush holatda qo'llaydigan bo'lsak, balkim bu kasb taraqqib ketishi mumkin. Farzandlarimiz balkim mushu kasbga qiziqib qolishi mumkin. Biz bu masalaga o'zimizning hissiyot bo'yicha emas, aqlimiz bo'yicha hukm qilaylik. Hissiyotimizdan emas, vijdon, g'ururimizdan hukm qilaylik. Ular qo'pol tekkinimiz hargiz kerakda ularni chetga qoqqanimiz emas. Ular qo'pol tekkinimiz, ular kuyunganimiz. Ular qo'pol tekkinimiz millatimizni qo'g'ilganimiz. Rahmat.